Hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda barcha aka-uka opa-singillarimiz xush kelibsiz kanalimga. Men sizlar bilan Sirojdan. Assalomu alaykum do'stlar aziz. Xush omadib kanalimdan Avzor TV. Do'stlar aziz, mo imroz nohe Qabadion. Juma bozori Qabadionda qaror dam do'stlar aziz. Mol bozori Qabadion. Maramat Toshmoda batafsil narx navosh qatish shunday mekin do'stlar aziz. Yalla like vermekini do'stlar aziz. Maramat podpisasara faromush nakin. Hazar. Qo'limizdan kelgancha o'zimiz mol bozor Qabadionda syomka qilyapmiz. Like bosib qo'yib obuna bo'lishni unutmaymiz. Qanunda hozir qo'limizdan kelgancha katta mol, mayda mol hammasi syomka qilishga harakat qilamiz. O'zim shaxsiy nomerim ekran tagida chiqdi. 983 0033. Kimdaki nima reklamasi bo'lsa, maramat qo'limizdan kelgancha xizmat qilib beramiz. Bu sotiladimi, mashina sotiladimi, nima kelsa sotiladigan narsalar bo'lsa, qo'limizdan kelgancha xizmat qilamiz. O'zingiz ehtiyot qiling, bosingiz agar. 28 soat. 28 soat tutdi. Hozir 80 frukt. Hayda chiqib ket. Tutacak. Baralar qancha bo'ldi? Ha? Nech puldan bo'ldi aka bu? Qaysi? Bular. 1400. Hozir 400. Indamay turasiz aka, aytsangiz bo'lar-ku shuni. Meniki. Ha bu bes sizni ko'rsatyapti. Nech pul bo'ldi? 1400. Hozir 400 ming pesa. Chansim savdoshi? Seviyasi pan. Mana shuni 10 YouTube'ga chiqaring mana shu balani. Qo'shimga tegma, telefonga tegma. Agardan naqash. Nech puldan bo'lyapti, ama? Bular 12dan. 12dan mana. 1200, 1300 dan ekan. Hozir sat, hozir sat so'm qilasiz. Shu qilaydi. Xo'p, barachilar qancha bo'ldi aka? Ha? Bloger sifatida. Ha. 7 ta olmay. 19 19 17 uni. Hozir uni salsim, hozir hafsasim qilsan euro. Buna 19 ma bulanma. Bunisi 1900. Loskasiyon какой? Hozir sesasım qilasiz. 1300 so'm sotyapti. Oldingizmi sotasiz? Sotamiz. Chorxon. Nech pul? Xo'p. Asal qilıncha ekan. Nech puldan bo'lyapti aka? 1300 dan deyapsiz, 1100 dan berdik. So'ram olib. 1300 dan deyapti, 1100 dan savdo qilyapti. Bozor so'rayapti. Mana kattasini olamiz. Nech pul bo'ldi aka bu? Mana 1900 so'm. Hozir nusxasini qilasiz o'zi. Bozor so'radimi? 16 so'rabdi. 15 ham so'rayapti. Yak, hozir 50 so'm prezident. Basharasi bilan o'ngda. Bozorda sinovi arzon sotayotgan bachasi. Chansib ishdi. 3000. 3000 so'm. Qo'chqarmay sog'liqmi? Sog'liq 3000 so'm ekan. 8000 so'm qilasiz. Nech pul bo'lyapti aka bu? Yana olib oladimi bular? Buni 26, 27 so'rayapti. Qo'shimcha sog'liq. Qo'zili soliq 27-26 so'rayapti. 2006, 2006 so'm. Bozor narx kesamiga. Savdo qildi. Xo'p, hozir yaqin o'shira tushirib beramiz. Qora gold isalar ham. Ular qanchadan bo'lyapti aka? Bular 5000 ikkalasi. 5000 somon, 2500 somondan. Diniy mazor somoni 5000 somon har dush o'tasiz. Bir qo'chisini qancha beray? Nech pul berasiz? Ular noyabrskiy ma bular? Beraman. Noyabrskiy ma. Katta katta. Qo'yindim desam shuni biz qo'yib berim sotib. Men bo'layapti-da. Munojinga kelamiz. Assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi bu aka? 6000 somon. Bozor shankada? Bozor shashkada. Shimochi? Shashni mazor somon qilasiz. Bozor 6000 somon. Qadamiga desam. O mana endi qonojinchalar bor. Mana shunday qonojin so'ragan ko'kalarimizga. Mana. Nech pul bo'ldi? Haftani mazor somon. Bozor shankada? 65 bozorga mana haftani mazor somon qilasiz. 7,5 somon deyapti-ku mana aka. 6,5 somon bozor. Xo'p. Bu qancha bo'ldi bu? 7000 somon qilasiz. Bozor qancha? Shaxsisi bozor qiladi. 6300 so'm bozor qildi. 7000 somon deyapti ekan. Bu qancha bo'ldi aka bu? Ha, 6,5. 6,5 somon qilojincha. Bozor 61 so'rayapti. 61? Mana 61 bozor so'rayapti endi. 6100 so'm so'rabdi bozor. 6000 sat somon bozor persesamaga qilojincha. To'xtang, bu tomondan ko'rsatmasangiz.
Ey gap yo'q, молодец. Zo'r. Buni ochi qancha pul tog'a? 63 qilyaptimi? Mana 6300 so'm so'rayapti. Hadi o'limiz ko'ra. Shashazor sesasi bozor ko'rsatsan o'zi. O'zini ham ol, o'zini ham ol. Qo'lni olib turibdi. Qancha bo'ldi bu? Chansib shi taka? 6000. Bozor chankada? Mana 6000 so'm o'tasiz, bozor 50 kadar. Bunlar mollar bor. Nech puldan bo'lyapti qinochilar? Qancha bepulingiz? 1000 so'mdan? Mana shu akamiz mana kim 1000 so'm deb. 1000 so'mga hayotda beradi. Nech pul deyapti aka bular? Abdurazoq Xo'jayevga jo'natdik. 7,5 ming so'mdan. Akamiz faqat mana shu mol bozorga chiqardi, mana shu akamiz to'ppa-to'g'ri gapiradi. Gap yo'q. Abdurazoq Xo'jayevga jo'nating buni. Mana Abdurazoq Xo'jayevga jo'natamiz akalar, mana molni qarang. Bozor qancha qilyapti mollaringizni? 12,5 qilyapti ikoni bir jilga. Do'zani mazor somon har jishiyaga narx kelsa aka. Aka, savdangizni barakasini bersin. Omadingizni bersin aka. Qanchadan bo'lyapti aka bu? 7dan aka. 7000 somondan mana. 7000 somonga ko'taysiz. Bozor so'rayapmi yo'qmi? Bozor 12650. Mana 12650 so'm ikoni bir jilga so'rayapti deyman. Dodonik bilan mana. 12650 so'm har jishiyaga bo'lsin. Bu qancha bo'ldi bu? 9000 somon. Unajincha 9000. 9000 somon ko'tasiz. Bozor nima qildi? Bozor 8000 qildi. 8000 somon bozor so'rayapti. 1000 somon bozor qo'yasiz. Necha pul bo'ldi? Mayli. 13 deyapti. Mana 13000 somon bu qacha. 8000 somon ko'tasiz. Bozor qanday beradi? 9000 somon bozor pirsaysa ekan. 9000 somon qilyapti. Qancha bo'ldi ukiz aka? 13000 somon, 8000 somon ko'tasiz. Bozor qancha qildi? 12 bozor somon, 11 har xil pirsaysa ekan. Xo'p. Necha pul bo'ldi aka bu? Bu qacha chansmi? 10000 somon. Bozor chankada? 9000 somon bozor narx kelsanga 10000 somon ko'tasiz. Mana azar katta ho'kizlar chiqqan bo'lsa, hozir olib chiqamiz. Qo'manada bitta Karpatskiy ho'kiz chiqqan ekan, shuni olib ketaylik. Bu qancha bo'pti aka bu? Necha pul bo'lyapti aka bu? Chans 17,5 somon bozor qilyapti. Avdani bozor somon bozor narx kelsa. Bu yerga uncha katta ham ho'kiz chiqmaydi azar. Chiqqani shu 20000 somonlik chiqqan eng kattasi. Xo'p. Chansim shu takay. Senzao sesat. Buni oldingizmi aka? Qanchaga? 13300 so'm. Mana 13300 so'mga sotdi akamiz. Молодец. Senzao sesat so'mda quruqdaysiz. Ho'kizlar beradi, turi bilan ho'kiz boradi. Nega bitta ho'kizcha bor ekan? Kattaroq. Egasi yo'q. Qancha bo'lyapti aka bu? O'zim tushdim nega Zafar aka? Ha, qancha bo'lyapti? Narxi 12,5 da. 12,5 somon ber deyapti mana egasi. Bu yoq qancha qilyapti? 11600 so'm. 12000 somon savdo qilyapti. 10000 somon Bilib turibdim. narxsiz. Xo'p, ana endi qinochilarga kelamiz. Qancha bo'ldi bu? 10000. 10000 somon. 10000 somon ko'tasiz. Bozor narx qildimi? No? 9000 somon bozor savdo qilsa. 9000 somon bozor qilyapti dedi, bergan yo'q. Xo'p. Qinojinni oldiga kelamiz. Aka, necha pul bo'ldi qinojin? Ha? 10 so'm. Mana 10000 somon mana qinojincha. Bozor so'radimi biror narsa aka? 8600 so'm bozor so'radi. 10000 somon ko'tasiz, 8000 bozor narx qilasiz.
Bular bu qancha bo'ldi bu? Qancha? Qancha? Yozda 1000 so'm qaraysiz o'tgan. Mana yozda 1000 somon qaday mana. 11140 so'm qildi. Big'izay, Qisira. qisira ya. Bozor xaton chansım desen. Xaton. Men dedim ki 1000 so'm yo'qda kanta 100 so'm kini. Ha. Yozda o saat boşa metin ha. Mana yozda o saat meşa medal. 11100 so'mga beraman dedi. Mana nojin qisir dedi. Yozda 100 bo'sha metin. Ya neyse. Oo, qarvi da qay. Mana endi biz o'lnaklar olamiz, azizlar. Aka qancha bo'ldi nojim ola? Bo'ladi. Birinchi yapon. Nechinchi bolasi bu? Birinchi. Birinchi bolasi 17000 somon. Yaqin qusoli shay hafda 1000 somon desiz. Bu bozor narx qildimi? 15 qildi. 15000 somon bozor narxi ko'rsataymi aka? Buni nojinchami bolasi? Nojinchami. Qancha sut beryapti aka? 4 litr beradi birinchi. 4 litr ha? 4 litr meda yaqin qusoli shunga. Qancha bo'ldi hojibo bu? 16000 somon. 16000 somon. Bozor qancha qildi? 12,5. 12,5 somon so'rayapti dedi bozor. O'zi 16000 somon deyapti. 16000 somon desiz, 12000 somon bozor narx kelsa. Nechinchi bolasi bu tag'a? Ikkinchi? Ikkinchi bolasi dedi. Do'yim kusalashyapti. Xo'p. Ney deb katta malak. Qancha bo'ldi aka bu? 5000 somon. Biz 5000 somon kusalashay. Qilish toqa big'izay. Chamoa. Chamoa? Hashmoa big'izay. Maşallah. Bozor chankada. Ispanchda? Ispan. 250 da. 2500 so'm bozor narx kelsa-mega. Mana Karpatay, Chornaya postramiga kolona. Hashmoa big'iz bilan mana. Xo'p, nekzarim deb qara. Necha pul bo'lyapti bu? Asho. Ha, 30 ming. 30000 somon. 3000 somon desiz. Bozorchan necha pul qildi? 22. 22000 somon bozor so'rayapti dedi mana. 7 oylik big'iz. 7 oylik big'iz ekan. Biz dedi 1000 somon bozor narx kelsa-mega hafmo big'iz ekan. Nega kibisi dishkada megumaming. Hafmo big'iz. Necha pul bo'ldi aka bu? 15 deyapmiz. 15000 somon. 15000 somon desiz. Nechinchi bolasi? 3-chi. 3-chi bolasi. Sem kusalashay 15000 somon desiz. 16000 sat bozor narx kelsa-mega. Qancha suti bor aka? 6 litr. 6 litr suti bor ekan. 6 litr sherm etaman ekan. Qancha bo'ldi aka bu? 15000 somon. 15000 somon desiz. Bozor qancha qildi bozor? 12700. 9700 bozor narx kelsa. 12700 so'm bozor. Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi mana. Sem kusalashamaydi. Xo'p. Necha pul bo'ldi aka? Mana shu akamiz o'tgan marta syomka qilgan karotda o'tirgan edi. 16000 somon. Sen shu 5 litrdan qanchagacha? 5 litrdan ziyod 6 litr tayyorgadi. 6 litrgacha garantiya ekan. Baqacha bilan kusalash. Bozor qancha qilyapti? 14200 so'm bozor so'rayapti. Chorta 1200 so'm bozor narx kelsa-mega 6 litr, to 6 litr shermetanga. Qachon kusalash baqacha bilan. Gap yo'q. Qanday so'zingiz? Salom alaykum. Bozor. Qancha bo'ldi aka bu? 18000 so'm chandim kusalasha? Sevim kusalashaman desangiz 18000 so'm desiz. Bozor narx kerakmi-chi? 16000 so'm bozor narx kelsa. 16,5 so'm bozor qilyapti. Chanqa shermet aka? 6,5 litr mana, to 6,5 litr shermet aka. Bunojin ayba salash. Baqacha bilan. Savdo barakat. Xo'p, bu tomonda yo'q azar. Endi xo'p, mana yerda bor ekan. Xo'p, mana bu tomon bor ekan. Bu qancha bo'ldi aka, bilmaysizmi kimniki? Ham aka?
Turmaydi. Xo'p, ana endi buni o'ylayman. Mana noyabrskilar qancha bular aka? Qo'yi, o'zi. 4000 ga. Yeni bo'lalmi bir o'zi? Yena bola 4000 so'm mana. Barachash qancha 4000 so'm endi zarar. Bozor narx qildimi? Bozor 3,5 million. Mana sevimli bozor so'm, bozor narx qilsin. 3,5 so'm so'rab. Sovliq qancha bo'ldi? 4,5. 4,5 bolasi bormi? Mana bolasi bilan 4,5 so'm. Chorni bozor so'm. Sovliq hozir. Ular qanchadan bo'lyapti aka? Buni 24 deyapmiz, buni 38 deyapmiz. 2400 so'm, 2800, 3800 so'm. Bu yena bola. Yine bola nima ikkovmi? Yine bola ekan. Hadi shu ocha-ocha, baracha. Bo'g'oz qo'y. Sizlar ashtasi bitasiz. Bu qancha bo'g'iz qo'y? Bo'g'oz qo'y 32 deyapmiz. Sizlar dasas. Yena bola qaysi o'ynasa. Xo'p. Mana endi buni tamom. Bu sovliq qancha bo'ldi aka? 3,5. Bu bo'g'izmi? Buni bo'g'iz ay sevimli mazor somon aka. Bozor so'radimi yo'qmi shuni? 31 3100 so'm so'radi. 3000 salsin bozor qilsa. Bular qanchadan bo'ladi? Bu 38 deb mina bo'ladi. Sovliq bu? 37. Bu nechtalar tug'an? 4-chi tug'ishi. 4-chi tug'ishi mana. Chorim joydagi shumaga baracha. Bu qancha 4000 dedingiz? 3800. 3800 yazor ashtasi desiz eshitmanisizchi? 2200 so'm ekan. Bozor so'radimi? O, doğru ekan. Hozir hafsasin bozor ko'rsatsan kerak. O'zimga o'zlarim yo'q. Gap yo'q mana. Savdo zo'rmi? Ha, yakta ya. Gap yo'q. Ular qancha bo'ldi? 4000. 4000 so'm. Ocha-ocha. Mana katta sovliq 4000 so'm mana. Bolalarini ham. 4000 so'm desiz. Aka yaxshilab gapiring. O'tib ketadi. Ama şakir boş. Necha puldan bo'lyaptilar? Yakini mazor somon, bozor sirsidayguncha. Hazır, sazor chansumti? Yakini mazor somon. Ish takachi chan? 18'dan. Hazır 80 so'm kesadi. Uni uchishtiryapti. Xo'p, ana endi bu tomonga kelaveramiz. Bu sovliqlar qanchadan bo'lyapti aka? 9 kishiga emas, menga aytib bering, bo'ldi, tamom, boshqa hech kimga aytmaysiz. Mana necha puldan bo'lyapti? 3,5 ming, 3200 so'm ekan. 3000 so'm, 7000 so'm o'tirasiz. Necha pul bo'lyapti? 23. 2300 so'm. 2080 so'm o'tirasiz. Noyabrskiy mana. Noyabrskiy deydi. Xo'p, takalar qancha bo'lyapti? 22 dan mana. 2080 ming. 18'dan qilyapti. Bozormi? Hozir ochtasimi, bozor narxi kesamiga. 1800 dan bozor so'rayapti. Terisi ham qolmaydi. Xo'p. Bu echki qancha bo'ldi? Yakni mazo. Yakini mazor somon endi. Bular qanchadan bo'lyapti? 2100 dan? 200 dan. Bu necha oyliklar bular? Dekabrska. Mana dekabrskiy qo'ylar aka hozir. 2200 dan. 2000 da sasmeydi sanırım. Tomonlarda ham hamma tomonda qo'ylar. Sog'liq, qo'chqar, qo'sh. Bloger kerak. Bular qancha bo'ldi? 650. Bozor so'radimi? 650 so'radi. 650 so'm bozor so'radi. Shashlar banjosin bozor pulsida aka. Takachaman, nima? Arzo bilan yo'q, arzochi. Ha? Arzochi yana arzon bo'ladi. Nech pul bo'ldi aka? Bu qancha bo'ldi bu? 1000 so'm deyapman. 1000 so'm deysiz. Sog'liqlar bor. Mana shu sog'liqlar qanchadan bo'lyapti? 2700. Bolasi yo'q-a o'zi?
2700 so'm ekan. Hozir afsos etasiz. Hozir urraman. Bular qancha bo'ldi aka? Dedim 21 ekan. Buni 2,5 ming so'mdan deyapti, 21 dan bozor so'rayapti. Duyni mazor so'm qilsa, guftesa, hozir satsin bozor nash kasamaga sanadi, mana onlarda so'mlar kirishdi, mana chiqarib zo'r. Sana aziz salomat, sarbalan xonobod bo'lsin.